Bunga xizmatlarni höddüsü chiqolmayotgan latta g'alabni mesga o'xshatib qo'ydi shu. Abdumjid aka hozir mushu yoshlarda ham o'tir yoshliklarda uyquga qanmayotgan ahvol bak ig'ir ekan. Mushu to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. Bo'ladi. Nurg'un odamlar kecha-kechalab uyqusizlikning azobini tortib, nurg'unlagan ruhiy ham nerv ojizlik kasallariga giriftorlab qoldi. Yana ba'zan odamlarimizda nima uchun bu boshni uyqudan ko'tarolmaydi? Qachon qolsa uxlaydi. Odatda yetilgan bir odam 7-8 soat atrofida uxlasa normal. Endi bu kichik bolalarimiz, yosh o'smirlar 10 soat atrofida uxlasa bo'ladi deymiz. Endi o'ttir yosh ham yoshlik mezgilida 10 soat, hatto karvat bilan yostiqni bitqayish bo'lsa 2-3 kunduz uxlab o'tadigan bolalar bor ekan. Buning sababi bu sizlar sal qaramanglar bu ishqa. Buning sababi nurg'unlagan ichki a'zolarning zaiflashishini keltirib chiqarib qo'ydi. Bunun birinchi zaiflashish dal börekli mesele chiqqanlik. Soğuk ichimlikni ko'p ichish, rangli ichimliklarni ko'p ichish, zarli ichimliklarni ko'p chekish, badandagi so'g'uqqa moyil yemek içmek, nengo, malachar, xogo, lampong, rang pizza, qattiq do'g'ab, har xil shu rangli ichimliklar, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish sababidan börek hem ciğer qatorliq ichki dona birisi zahar tozalaydi, birisi zaharni suzib badan sirtiga chiqaradigan ichki a'zo ojizlab badanda musbat quvvat zo'r darajada tuallab ketib, qon quvvat ozg'andan keyin bola ruhsizlik, hüllik ko'payib ketganlik, badanda ojizlik kuchib ketib, shu sababdan badanda mag'dursizlikdan kelib chiqqan uyqu. Buni subat deymiz tibobatda, ig'ir uyqu. Bu nima bo'ldi degan chog'da badanda shu hüllikning ziyoda ko'payib sababidan nervlarning sezguvchanligi tuallab, qachon qolsa mugdak bosatgan, oqshommi uxlayotgan, maktabga borsa uxlayotgan, ishxonaga kelib bo'lsa uxlayotgan, mugdak bosatganlar chiqadi. Bunda odamlardan zo'r umidlarni kutib olmaydi. Kishi bo'lsa, unda kishining qo'tni bo'lashma bir azob oqibatlik ish. Qachon qolsa uxlayotgan odam. Buningdan siz uyqamning nihoyat yaxshi ekanmini, men qachon qolsam yaxshi uxlayman degan gapni hargiz o'ylamang. Bu shu ko'p uxlashning o'zi eng muhimi börekninki sovuqdan ziyoda eshib ketganligi. Shu sababdan boshqa a'zolardagi asta-asta buni a'zolarniki shu harakatchanligi, sizimchanligi tuvallab, a'zolarning modda almashishi tuvallab, oson kasallarga oson giriftorlab qolgan yeni ishlarni bu hayotda yashashga, bu dunyoda yashashga tegishli, qilishga tegishli nurg'un xizmatlarni höddüsü chiqolmayotgan latta g'alabni mesga o'xshatib qo'ydi shu. Shunga shu ko'p uxlayotgan yoki uyquga bak amroqlab ketgan, uxlagan siri shu o'zining beshini ko'tarolmay, holsizlanib uxlab ketayotgan bunday odamlar vaqtida doktorxonaga berib, yoki tiplarga ko'rinib, o'zininki shu börekdagi masaladan kelib chiqdim yoki boshqa sabablardan, yo o'sma rak kasalidan kelib chiqqan narsami, shuni ayirib bo'lgandan keyin agar o'z so'q muhitdan eshib ketgan, börekning ziyoda zaiflashdan kelib chiqqan yoki börekning uruqlashidan kelib chiqqan, holsizlik, mag'dursizlikdan kelib chiqqan bunda uyquliqlar o'ylab qolsa, Cungi tibobat doğrulardan börekni kuchlantirgan, qon quvvatni kuchlantirgan doğrulardan iste'mol qilib bersanglar, muvofiq bo'lgan cheniqishni doim davomlashtirsanglar, shunda ko'p uxlayotgan ahvoldan tamamen qutulib ketalaysizlar. Men har kuni noche tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anju qilib qo'yinglar. Yurak berib qo'yinglar. Fikr taklif qilgan bo'lsa, yozib qo'yinglar. Ko'rishlarmisa